Do'stlar, bugun bir kitobni o'qidim va shunaqa bir xulosaga kelib qoldim. Ya'ni bu qanaqa xulosa? Kitobda bilasiz, romantizatsiya kuchli, qanaqangi sevgi, hissiyotlar. Ya'ni bu kitob, lekin buni biz kitob sifatida qabul qilamiz. Masalan, hayotda bo'lish ehtimolini baribir kam baholaymiz. Baribir xayoliy deb hisoblaymiz. Ya'ni ikkita bola bo'ladi, xristian bola muslima qizni yaxshi ko'rib qoladi va u qiz qo'lni ushlatishga qo'ymaganligi uchun bir cho'pni ushlab, sen undan, sen bundan ushla deydi va romantizatsiyani darajasini ko'ryapsiz. Va shunaqa qilib kitobda endi o'qiydigan bir qizlar, yigitlar, yosh avlod endi shuni tasavvur qiladi, lekin uni haqiqat bo'lish ehtimoli nazariyasi meni nuqtai nazarim bo'yicha past. Endi ko'p hamma shunaqa baribir kitobni kitob sifatida qabul qiladi. Endi shu o'rinda ijtimoiy tarmoq, TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni olaylik, Instagram deymizmi, boshqami. U yerda ham masalan juda ham dabdabali merimilarni olamizmi yoki juda ham hashamatli ajoyib bir to'ylarni olamizmi? Albatta dabdabali to'ylarni olamizmi? Ularni ham biz nima qilib scroll qilib ko'rib o'tirganimizda bu reelslarni biz ham xuddi kitobda bo'lgani kabi haqiqatdan uzoqroq, masalan kino ko'rib hayotimda shunaqa bo'lsin demasdik-ku oldin, to'g'rimi? Oldin bunaqa videolar yo'q vaqti. Bunaqa demasdik-ku. Buni ham eridan shunaqa narsani talab qilishni iloji boricha to'xtatib xayoliy tasavvur qilishni boshlab berish kerak. Bu ham kitob nima, o'sha kino nima bo'lsa, o'shani bir analog narsasi, o'shani muqobili. Masalan, kitobdagi sevgi ham endi qandaydir bir afsona rivoyat aniq narsa emas-ku, bo'ladimi yo'qmi? Bo'lsa ham juda bir kam protsentda bo'ladi, to'g'rimi? Bir 90% odam, 100% odamni 3% bo'lishi mumkin. O'sha ko'rayotgan boyagi roliklarimiz hammasi u ham aholisining, tem более O'zbekiston aholisining bo'lsa 3%, 2% imkoniyati yetadi bu narsani qilishga. Shunaqa qabul qilishni boshlash kerak o'zi. Qizlar, ayniqsa erkaklardan, erlaridan, yigitlaridan bu narsani ajdaniyalarni pasaytirib, realroq fikr. Masalan, kitobda bo'lgan narsani hayotda kutmaymiz-ku, uni ham kutmasligimiz kerak demoqchiman. Yo kinoda bo'lgan narsani. U ham shunaqa narsani endi bu narsa aylanib kitob bo'ldi, kino bo'ldi. Endi u kino uni masalan roliklar egallayapti. U roliklarni hammasi ham albatta romantizatsiya, postanovkaga qurilgan narsalar, u real narsa qilinmaydi-yu. Baribir hayp uchun, prosmotr uchun qilinadi. Endi boshida endi bor edi, qarasa yeyapti, уже hamma postanovkaga o'tib ketadi. Shuni ham bir o'ylash kerak va bir fikr qilish kerak deb o'yladim. Shu narsani yetkazmoqchi edim sizlarga.